Mana biznes tushunamiz, o'shaning uchun Urzo'y nomerini ko'rsatmaymiz. Distributor firmalar, sho'pringlarga yetinglar. Juma payt 7-8 odam o'ting deb tursa, u jumaga kelayotgan ekan. Mana odamlar 100 metr, 200 metr nariga qo'ygan. Bu shotga qo'yganini qarang. Mana u nariga qo'ysa bo'ladi. O'shaning uchun mashinalarga sal qo'ygan joyini qaraydi buni. Atilab ko'rsatmaymiz nomerini. Firmalarga ziyon tegmasin deb sal nariroqqa chiqib qo'ysa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Odamda insof bo'lishi kerak sabab. Hammaga noqulaylik qo'yganini qarang buni. Mana qo'yganini qarang. Mana nomerni atilab ko'rsatmayapmiz. Sal uyalishga o'rgatinglar sho'pringlarni.